bugun sizlar bilan Beshariqdagi Ixlos klinikasini bemorlari haqida gaplashamiz. Doktor Salohiddin aka boru deb qo'rqmasdan avariya bo'lib, agar qo'lini sindirib olayotganlar ham Ixlosning bemorlari bo'ladi. Tojikistondan, Qirg'izistondan, O'zbekistonning turli joylaridan kelib, suyak operatsiyalarini qilib, endi protezlarni qo'ydirib ketadiganlar ham Ixlosning bemorlari bo'ladi. Belidagi grijlarni, bo'g'imidagi og'riqlarni zamonaviy apparatlarga tushib davolatadiganlar ham Ixlosning bemorlari bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ixlos Med Center klinikasiga kelganmiz. Bu yerda Salohiddin aka degan doktor bor. Insonni любой joydagi suyak bilan bog'liq muammolarni davolashadi. Bu yerda boshqa yana yetuk mutaxassislar ham bor. Bo'g'im, ayollardagi muammolar, avariyadan keyin holatlar, gips qildirish kerak bo'lsa, ekstremniy holatlarda operatsiyalar, endi protezlar qo'yish bo'yicha mana shu klinikaga kelsalaring bo'ladi. Bu yerda qolaversa fizioterapiyalar yordamida grijlarni ham davolashadi va boshqa kasalliklarni davolashadi. Agar manzili kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil kerak bo'lsa, kommentariyaga manzil so'zini yozadiganlar ham bo'lajak Ixlosning bemorlari bo'ladi.